sensorli trimolari juda ham go'zal. Yangilikli fasonimiz, elegant model. 170 ga 220 spalni, oyoq tarafda sof sandiqlari bilan birga. Turetskiy profilda, Turkiya oynalarda bo'lgan. Bunimiz ham 2026 modelimiz. Yangilik dizayn. Trimolarimiz 3 xil yonadi. Polniy davchik mexanizmlarda bo'lgan. 100% plastik kromka, oyoq taraflari miyaki qilingan. 20 xildan ortiq modellarimiz bor. Ularni ham ko'rsatamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Zafar Mebel. Bugun xudo xolasa yangilik fasonlarimiz bor. Ularda bir qator sizlarga tanishtirib o'tamiz. Adresimiz Farg'onaning Oltiarig'ida. Hozirgi aytib o'tgan narxlarimiz ichida vodiy bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bor. Bo'lmasam sizlarga gapimizni qisqa qilgan holatda dastavka ustanovkalarimiz vodiy bo'ylab bepul. Vohaga Toshkentga bo'lsa albatta kelishilgan holatda 12 ko'latka dastavkamiz bor. Xo'p. Videomiz zerikarli bo'lib qolmasin. Sam gapni qisqa qilib video obzorimizni boshlaymiz. Xo'p, bu komplektimizda birinchi o'rinda obuv postavkasi bor bonusiga. Bu yoq tarafda bo'lsa trimoyimiz. Juda ham go'zal, sensorli trimo. Hammasi davchik mexanizmlarda bo'lgan. 100% plastik kromka. 100% plastik kromka bo'ladi. Chetlari ko'chmaydigan qog'ozli kromka emas, plastmasda kromka qilingan. Eshiklari, tortmalarigacha hamma yog'i davchik. Xo'p, bu yoq tarafda bo'lsa katta spalnigimiz. Boshqa tarafi 280 joyda turadi. Ikkita tumbasi bor. Bularimiz ham sitelnikli kulchatirlarda bemalol o'sirib yoqib foydalanaveradi. Spalnigimizning razmeriga keladigan bo'lsak, 170 ga 220. Oyoq tarafda bo'lsa katta sof sandiqlari bor. Juda katta gigant qilib ishlangan. Materiallari oyoq taraf, bosh taraf bir xilda qilib, juda ham yaxki, go'zal holatda ishlangan. Xo'p, shkafimizda razmeriga keladigan bo'lsak, 240 ga 220 bo'ladi. Mana bu yoq tarafimiz mujskoviy shilka, ko'ynaga, shimga alohida. Bu yoq tarafda bo'lsa, o'rta polka xonasi. Katta keng polkasi bor. Pastda bitta katta tortmasi bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa, jinskiy shilkamiz, ko'ynaga, ro'molga, alohida seyflarigacha qo'yib qo'yilgan. Hammasi davchik mexanizm, o'zi sekin taqqalamasdan yopib oladi. Xo'p, bu ishimizda narxiga keladigan bo'lsak, bez matras holatda $650 vodiy bo'ylab dastavka ustanovkamiz bor. Qolgan joylarga bo'lsa, albatta kelishilgan holatda dastavkamiz bor. Xo'p, bu tarafda yana bu yilga chiqqan eng oxirgi modellarimizdan Turkiya fasonimiz bor. Hop, Istanbul 2 deb nomlaganmiz bu modelimizda. Hop, spalnigimiz boshqa taraflari yaxki qilingan, sitelniklari bor, o'ziga yarashgan, juda ham go'zal. Ikkita tumbichkalari, sitelniklari 3 xil rangda yonadi. Juda go'zal. Krashinli MDFlarda bo'lgan ishimiz 170 ga 210 matras, oyoq taraflarigacha yaxki qilib o'ralgan. Bu tarafda bo'lsa katta shkafimiz. Hop. Bunimizda ham razmeri 250 ga 220 qilingan. Ikki chekkasi polka, juda ham chuqur polkalarda bo'lgan. Kuyovlarga отдельный, kelinga отдельный qilib polkalar qilingan. Bu yoqda bo'lsa, kelinimiz tarafga ko'ynaga, ro'molga alohida vishilka, seyflari bilan birga ichi ko'rinib turadigan oynali variantda bo'lgan, Turkiya oyna, Turkiya profillarda bo'lgan. Juda ham akkuratni ishlangan ishimiz. Pastda yana bittadan tortmalari bor. Kelinga alohida, kuyovga alohida qilib ishlab qo'yilgan. Xo'p, bu yoq tarafda bo'lsa, trimoyimiz sensorli 3 xil svetda yonadi. 100% plastik kromka, davchik mexanizmlarda bo'lgan, zapchaslari ham Turkiya mexanizmlar. Bu ishimizda narxiga keladigan bo'lsak, $1400 sotilgan. Zafar Mebel obunachilarga bularni ham skidkaga qilib $1000 qilib belgilab qo'ydik. Hozirgi aytgan narximiz ichida vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor. Xo'p, bu yoqda bo'lsa Izabellamiz. Juda ham go'zal. Xo'p, bosh taraflari yaxki qilingan, sitelniklari 3 xil yonadi. Tumbalarida bitta tortma, bitta eshikli variant qilingan. Bu yoq tarafda bo'lsa katta trimoyimiz. 140 ga 180 qilib
Termolarni ishlab qo'yganmiz, bagati qilib 4 ta tortmasi bo'ladi. Hammasi davchik mexanizmlarda. Bu yoq tarafda bo'lsa, katta polka xonasi. Bu tarafimizda shkafimiz. Razmeri 220 ga 250 bo'lgan shkafimiz 3D variantda. O'rtasi chiqqan, ikki chekkasi ichkarida turadigan ikki chekka polka bo'ladi. Mana bu yoq tarafda kelinimizga ko'yniga, ro'molga alohida vishilka, kuyov bolaga ko'yniga, shimga alohida polkali qilib ishlab qo'yilgan. Hammasi davchik mexanizmlarda sekin yopilaveradi. Hop, bunimiz narxiga keladigan bo'lsak, 10.500.000 so'mdan mana shunaqangi artvet matraslari bilan birga pufiklari bonusiga bo'ladi har birida. 10.500.000 so'mga vodiy bo'ylab dastavka uстановkalari ichida. Hop, bu yoq tarafda bo'lsa yana yangilik modellarimiz bor. Ularni ham ko'rsatamiz. Hop. Bunimiz high-tech model 2025 da eng trendga chiqqan modelimiz, skidkaga qo'yilgan. 14 million so'm, 13,5 million so'm sotilgan bu modelimiz Krashinli MDFda bo'lgan. Kapot mexanizm, ortoped matras, 3 xil svetlanadigan svetilniklari juda ham go'zal holatda ishlangan. Bunimizda skidkada 10 million so'mga sotib olishingiz mumkin. Bu faqat bir dona. Endi 2026 ga to'y sezonlarimizga veterinarlarimizni yangilaymiz. Ikki donani shunaqangi narx taqib beramiz. 10 million so'm qilib beramiz. Hop. Bu yoq tarafda yana bitta gigant modelimiz. Ideal deb nomlangan bu ishimiz. Hop. Spalningimiz 170 ga 210. Ikkita tumbichkasi o'ziga yarashgan juda ham gigant qilib ishlangan, katta variantda. Hop. Boshqa taraflar chester qilingan, mo'yishi materiallarda bo'lgan, juda ham go'zal holatda. 270 ga 250 shkafimiz, ikki chekka vishilka bo'ladi. O'rtada polka xonasi. Hop. Hammasi davchik mexanizmlarda bo'lgan. Bu yoq tarafda bo'lsa, termoyimiz, katta termo. 4 ta tortmasi bo'ladi. Hammasi davchik mexanizmlarda. Eshiklari ham hammasi davchik qilib ishlangan. Hop. Bunimizni ham 10 million so'm qilib beramiz. Faqatgina showroomda turganini ko'rib, olib kelishingiz mumkin. Dastavka qilib beramiz. Shu narx ichida, vodiy bo'ylab dastavka uстановкасы ichida ko'rib, bemalol shuni olib borib desang, shuni o'zini olib borib beramiz. Hop, videomiz cho'zilib ketmasin. Yana bu tarafda ishlarimiz bor. Qisqa. Keyingi safarga yana bir 15 ta komplektimiz bor. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Bitta. Bemalol ekran ostida nimalarga aloqa chiqib, zakaz bersalar yoki Telegram kanalimizga o'tib olsalar, vibrlarimiz hammasi bor yerda. Endi YouTube ga videomiz cho'zilib ketmasin, zerikib qolmasin deb qisqaroq video qilishga qaror qildik.